Assalomu alaykum, hurmatli o'rtoqlar. Xalq deputatlari Vobkent tuman kengashi o'z faoliyatini O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi, O'zbekiston Respublikasining Saylov kodeksi, O'zbekiston Respublikasining mahalliy davlat hokimiyati to'g'risidagi xalq deputatlari viloyat, tuman va shahar kengashi deputatining maqomi to'g'risidagi qonunlari va boshqa qonunlar, O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi palatalarining qarorlari, shuningdek tasdiqlangan o'z reglamentiga muvofiq amalga oshiradi. Xalq deputatlari tuman kengashi faoliyatini masalalari jamoa bo'lib va erkin muhokama qilishga, oshkoralikka, jamoatchilik fikrini hisobga olishga asoslanadi. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senati kengashining 2025-yil 24-fevraldagi xalq deputatlari viloyat, tuman, shahar kengashlari kotibiyatlari faoliyatini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi hamda xalq deputatlari viloyat kengashining 2025-yil 5-apreldagi qarorlari asosida xalq deputatlari tuman kengashi kotibiyatining tuzilmasi tasdiqlandi. Mazkur qaror bilan tuman kengashi kotibiyatida 1 nafar kotibiyat mudiri, 2 nafar mutaxassislar tarkibi tashkil etildi. Xalq deputatlari tuman kengashida bugungi kunda jami 25 nafar deputatlar faoliyat yuritib kelmoqda. Shundan 9 nafar ayol deputatlarni tashkil qiladi. Ushbu deputatlarning 24 nafari oliy ma'lumotli, 1 nafari o'rta maxsus ma'lumotga ega. Partiyalar kesimida tahlil qilganimizda O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasidan 8 nafar, O'zbekiston Milliy tiklanish Demokratik partiyasidan 6 nafar, O'zbekiston Xalq Demokratik partiyasidan 4 nafar, Adolat Sotsial Demokratik partiyasidan 4 nafar, Ekologik partiyadan 3 nafar deputatlarni tashkil qiladi. Xalq deputatlari tuman kengashining 2026-yil 14-fevraldagi qarori bilan 2026-yil uchun doimiy komissiya va kengashning ish rejalari tasdiqlab olingan. Sessiya yo'nalishi bo'yicha 2026-yilning 5 oyi davomida jami 6 marotaba sessiyalar o'tkazilib, unda 53 ta muhim masalalar keng muhokama qilingan. Shundan mansabdor shaxslar hisobotlari bo'yicha 19 ta, axborotlarni eshitish bo'yicha 8 ta, muhokama etilgan masalalar bo'yicha 17 ta, nazorat tahlil tadbirlari bo'yicha 1 ta, hokim qarorlarini tasdiqlash bo'yicha 2 ta va boshqa masalalar bo'yicha 6 ta masalalar muhokama qilingan. Ushbu o'tkazilgan sessiyalar ommaviy axborot vositalarida 6 marotaba, shundan onlayn tarzda yuritilgan sessiyalar soni 2 marotabani tashkil etadi. Jamoatchilik muhokamasiga qo'yilgan qarorlar loyihalari soni 9 ta, shundan yopiq joylashtirilgan qarorlar soni 2 ta, normativ huquqiy tusdagi qarorlar soni 4 tani tashkil etadi. Doimiy komissiya yo'nalishi bo'yicha jami 72 ta masala ko'rilgan. Shundan 51 ta masala sessiya kun tartibiga kiritilgan. Hamda 21 ta masala doimiy komissiya ish rejasiga belgilangan muhim masalalar keng muhokama qilingan. Shundan mahalliy byudjet, tadbirkorlikni rivojlantirish va iqtisodiy islohotlar masalalari bo'yicha doimiy komissiyada 32 ta, korrupsiyaga qarshi kurashish va xavfsizlik masalalari bo'yicha doimiy komissiyasida 15 ta, ijtimoiy soha, yoshlar siyosati, madaniyat va sport masalalari bo'yicha doimiy komissiyada 10 ta, agrar, suv xo'jaligi va ekologiya masalalari bo'yicha doimiy komissiyada 11 ta, reglament va deputatlik odob axloqi masalalari bo'yicha doimiy komissiyada 4 ta masalalar ko'rilgan. Qonunlar muhokamasi yo'nalishida tuman kengashi tomonidan Senat yalpi majlisi kun tartiblariga kiritilgan qonunlar muhokamasi bo'yicha o'tkazilgan muhokamalar soni 18 tani tashkil qiladi. Muhokama qilingan qonunlar soni 18 ta. Qonun loyihalari bo'yicha bildirilgan takliflar 3 ta taklifni tashkil etadi. Yangi qabul qilingan qonunlar targ'iboti bo'yicha qonunlar soni 18 ta hamda 28 ta targ'ibot tadbirlari o'tkazilgan. Xalq bilan muloqot hamda murojaatlar yo'nalishi bo'yicha
saylov okruglarida aholi bilan 113 marotaba uchrashuv o'tkazilgan bo'lib, ushbu uchrashuvda jami 136 ta muammolar aniqlangan. Shundan 136 tasi ijobiy hal etilgan. Yuridik va jismoniy shaxslar tomonidan jami 112 ta murojaat qabul qilinib, shundan 96 tasi ijobiy hal etilgan va 16 tasiga tushuntirishlar berilgan. Ommaviy axborot vositalariga chiqish yo'nalishlari bo'yicha Xalq deputatlari tuman kengashiga saylangan deputatlar tomonidan joriy yilning o'tgan davr mobaynida ommaviy axborot vositalarida jami 327 marotaba chiqishlar qilingan bo'lib, shundan mahalliy bosma nashrlarda 2 ta, televideniyada 1 marotaba, radioda 1 marotaba, respublika miqyosida bosma nashrlarda 3 marta, radioda 1 marta, shuningdek internet saytlar orqali 18 ta va ijtimoiy tarmoqlarda 301 marta chiqishlar qilingan. Xalq deputatlari Vobkent tuman kengashi tomonidan kotibiyat va deputatlar faoliyatini yoritib borish uchun Telegram ijtimoiy tarmog'ida, Facebook tarmoqlarida, Instagram tarmoqlarida, YouTube tarmoqlarida o'zlarining kanallari tashkil etilgan. Xalq deputatlari Vobkent tuman kengashining 2024-yil 7-noyabrdagi 1-sessiyasida tuman kengashida 5 ta partiya deputatlik guruhlari ro'yxatga olingan. 2026-yilning 5 oy mobaynida ushbu partiyalar tomonidan tuman kengash sessiyalarida Xalq demokratik partiyasi tomonidan bitta muhim masala tashabbus kiritilgan. Deputatlik so'rovlari yo'nalishi bo'yicha xalq deputatlari Vobkent tuman kengashiga saylangan deputatlar tomonidan 2026-yilning 5 oy mobaynida jami 46 ta deputatlik so'rovlari yuborilgan. Tumandagi korxona va tashkilotlar tomonidan shundan 12 tasiga ijobiy, 34 tasiga tushuntirish berish orqali javoblar qaytarilgan bo'lib, hozirda bitta masala ko'rib chiqish jarayonida qolmoqda. Xalq deputatlari Vobkent tuman kengashi deputatlari tomonidan tumandagi korxona va tashkilotlarga yuborilgan so'rovlar tahlili bo'yicha quyidagilarni aytishimiz mumkin. Tuman hokimining qurilish, to'siqlarsiz muhit yaratish, kommunikatsiyalar, kommunal xo'jalik, ekologiya va ko'kazamzorlashtirish masalalari bo'yicha o'rinbosari, tuman hokimligi obodonlashtirish boshqarmasi boshlig'iga 8 ta, tuman hokimligi obodonlashtirish boshqarmasining o'ziga 9 ta, tuman elektr ta'minot korxonasiga 5 ta, Buxoro suv ta'minot tuman filialiga 4 ta, ATB Agrobank tuman filialiga 1 ta, tuman yo'llardan foydalanish davlat muassasasiga 3 ta, tuman maktabgacha va maktab ta'limi bo'limiga 6 ta, tuman melioratsiya bo'limiga 1 ta, tuman tibbiyot birlashmasiga 3 ta, mahallalar uyushmasining tuman bo'limiga 1 ta, tuman Stroydom klass korxonasiga 1 ta, tuman suv yetkazib berish xizmati davlat muassasasiga 1 marta, tuman kambag'allikni qisqartirish va bandlikka ko'maklashish bo'limiga 1 ta, tuman qurilish va uy-joy kommunal xo'jalik bo'limiga 1 ta, tuman Nodirshoh Builder boshqaruv servis kompaniyasiga bir martani tashkil qiladi.